bilasizlar, mani Fotihamni videolari rosa tarqalganda bilasizlar, eng originallarini Diamond Creative olgandilar, lekin profillari vzlom bo'libdi, ko'ra olmadi. Organizatorskiy profilimiz. Ha, organizatorskiy. Hozir yangi ochdinglar. Va bu yangi ochilganda birinchi bo'lib litso akam bo'ldilar. Nima bo'layotganini hammasini bilib yetib turibdilar, hammasini. Endi bular so'zga ustaladi, men gapga unaqa ustamasman. Feruza opani to'ylarini faqat Diamond Creative jamoasi profilidan tomosha qilasizlar birinchi bo'lib. YouTube kanalimiz ham bor shu yerda mana. Mana shu hozir YouTube kanalim, profil, Instagram kanalim faqat shu yerdan original mana o'sha hamma videolarim o'zimda bor, o'zimning profilimda yo'q videolarni ham shu yerda ko'rishingiz mumkin. Ayniqsa to'yi videolarini shu yerda ko'rasizlar, o'zlari syomka qilishadi. Margazat qilyapti. Конечно, pijamadan tortib, mo'sha hammasini shunaqa berishyapti. Hali uni alohida aytaman sizlarga.